Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Va nihoyat meni Xanumka brendidan zakaz qilgan mahsulotlarim yetib keldi. Bu o'zim uchun emas, bu kennoyim uchun. Kenayim aynan mana shu Xanumka brendi mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. O'shaning uchun xursand qilish uchun aynan shu brend mahsulotlarini tanladim. Yaqinda dugonam sarpasi uchun ham shuni tanlagandim. U juda ham xursand bo'lgandi. Men o'zim Xanumka brendi haqida unchalik ham ko'p informatsiyaga ega emas edim. Keyin eshitsam, ko'p ayol qizlarimiz ushbu brend mahsulotlarini muxlisi ekan. Ayni paytda moda deydimi? Moda bo'layotgan brend ekan bu. O'shaning uchun oxirgi payt mana shunaqa podarka tanlaydigan bo'ldim o'zimning yaqinlarim uchun. O'rtoqlar, hozir buni sepib ko'rganim bilan baribir sizlarga hidi bormaydi. Profil qoldiryapman. Mana shu profilga o'tib, bitta o'zinglar uchun zakaz qilib ko'ringlar va aynan sizlar xohlayotgandagi hidligini juda ham yaxshi bilib olasizlar. Men sizlarga ishonch bilan tavsiya qilaman.